Davlatimiz rahbarining So'x tumanini 2026-2028 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatlarni ishga solish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida tumandagi mavjud aerodrom hududi yana kengaytirilib, muntazam aviaqatnovlar nafaqat Farg'ona viloyati markaziga, balki yurtimizdagi boshqa shahar va viloyatlarga ham yo'lga qo'yiladi. Mavzuni muxbirimiz Jahongir Sobirov davom ettiradi. Parvozlar zamonaviy va xavfsiz bo'lgan Cessna 208 karavan hamda El-410 turdagi havo kemalari orqali amalga oshiriladi. Buning uchun tumandagi uchish-qo'nish maydoni va yo'lagini kengaytirish maqsadida 13 gektar qo'shimcha yer ajratildi. Bu esa nafaqat Farg'ona, balki talab yuqori bo'lgan boshqa yangi yo'nalishlar bo'yicha ham havo ko'priklarini yaratish imkonini beradi. Prezidentimizning So'x tumaniga yangi qarorlar qabul qilindi. Qaror doirasida transport sohasida katta ishlar amalga oshiriladi. Asosiysi mana aerodromimiz Farg'ona yo'nalishiga qatnov edi. Bu 13 gektar yer ajratilib, hududi kengaytirilib, muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Endilikda Qo'qon shahriga, Buxoro viloyatiga, Samarqand viloyatiga, Toshkent viloyatiga muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Integratsiyalashgan transport tizimi faqat havo yo'llari bilan cheklanib qolmaydi. Endilikda So'x tumanidan boshqa shahar va tumanlarga muntazam jamoat transporti qatnovi ham yo'lga qo'yilmoqda. Shu bilan birga chegara o'tkazish punktlaridagi tirbandliklarga butunlay barham beriladi. Mazkur punktlarda ro'yxatga olish darchalari soni 2 baravarga oshiriladi. Bu esa fuqarolarimizning ortiqcha kutishlarsiz, tezroq va qulayroq harakatlanishini ta'minlaydi. Ushbu islohotlarning barchasi davlatimiz rahbarining So'x tumanini 2026-2028 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatlarni ishga solish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida o'z aksini topgan. Bunday keng ko'lamli imkoniyatlar So'xni nafaqat yashash uchun qulay maskanga, balki xalqaro turizmning yangi markaziga aylantirishi muqarrar.